hayotda ishlarini qaranglar. Otam yaxshi ko'rgan mashinani olib berishga ulgurgan bo'lsam ham, o'zim yaxshi ko'rgan mashinani olganimda otamni aylantirib yurishga ulgura olmadim. Chunki yaxshisiga yetganimda ketganim otam. Shu dunyoni barakasiga yetganimda bu dunyodan ketganim otam. Ota-onani duosini olishga ulguringlar. Ota-onani duosi shunaqa mukammal qilib qo'yar ekan insonni, даже suvda cho'kmaydigan, o'tda yonmaydigan darajada. Hayotingizda kim sizga qarshi chiqsa ham Alloh asrab turadigan darajada mukammal bo'lib turar ekanmiz. Men bu ukalarim otalariga sovg'a qilishini ko'rib, bittasida Dipalda ko'rdim. O'zim guvohi bo'ldim, o'zim yordamim tegdi. Mana bunisi shunaqa xursand bo'ldim. Men eng xursand bo'lganim mana shunaqa dostoyni ukalarim, akalarim, do'stlarim, undan tashqari meni tushunadigan podpischiklarim birga bo'lgandan vobshe xursand bo'ldim. Vaqtli bo'linglar. Ramazon